Assalomu alaykum O'zbek Avto kanali kuzatuvchilari, Nam uy savdo kuzatuvchilari. Biz Nam Sakaga kelganmiz. Ya'ni bu yerda siz mo'shangizni o'zini deskasida yo'qmitimi? Mana Saka deskalarni olsangiz bo'ladi. O'zbek Avto sizlar uchun xizmatda. Okay, biz uchun bizni kuzatganlar bitta like beringlar, tanishlarga tarqatib turamiz. Biz sizlar uchun mana assalomu alaykum. Dovudxon aka bilan chiroyli narxlarda qilib beramiz. Dovudxon aka bizni obunachilarimiz uchun narxlarni chiroyli qilib berasiz. Inshaalloh. Hop, birinchi turganimizni aytsangiz, narxi va razmeri 16, to'rga 100 deydi. qanaqa mashinalarga qo'yamiz va Cobalt, Spark, Nexia 3. Endi obunachilar aytsin, shu deskamiz qanaqa mashinaga yarashadi, yozib ketamiz. Keyingisini aytsa. Keyingisi 17 Malibu Premier diska. Aha, u yerda 17 Gentra Epica Lacetti'ga promo tushadi. puli qancha? Diska balon oxiri $180 qilib beramiz. $180 diska bo'lon. Bunaqasi bo'lmaydi. Yamalgan boshqa emas, ha? Yo'q, toza. Oladi, to'qadi. Inshaalloh servis. Bunaqasi bo'lmasa kerak, lekin yana bilmadim. Bunimiz aytib o'rasiz. Bu 17 to'rga 100, to'rga 114 Lacetti, Gentra, Epica, Spark, Lada, любой mashinaga tushadi. Puli diska balon qo'lga tegadig'anrog'i $220 qilib beramiz. $220. Ha, xullas bu tomonda ham bor. Bularni ham kelib ko'rsatib bo'ladi. Ana endi bu tarafda ham ko'rsatsa-da, bizga ko'proq qiziq bo'ladi Gentramizni ko'rsatsa. Gentra diskamiz 16, diametri Xitoy diskasi. Inshaalloh siz nomingizdan kelsa diska balon $180 qilib beramiz. Shuni $180 ga berib o'ramiz. Inshaalloh. Obunachilar uchun. $180 ga qilib beramiz. Cobalt diskamiz ham bor. Koreyskiy aka bu narxini ham bo'lmay qilib bering. Inshaalloh siz nomingizdan kelsa diska balon $220 ga qilib beramiz. $215 ga berasiz, $5 xalq uchun. Xo'p. Oxirgi narxini. Hop, bu tomonni mana ichkari ham ko'rsatamiz. Bu yer ko'radigan bo'lsak, bu tomonni ham bitta trendga chiqaraylik aka shularni ham. Xo'p. Hop, mana ham o'ta chiroyli holatdagi ekan. Bunimizni qancha qilib beramiz aka? Bu 4 ta diska, 4 ta balonni sotiladigan narxi $220 qilib beramiz. $220 naqd tekizga qilib qo'ysak, bitta mabodo Davud aka. Biz obunachilar uchun $200 berib ketishdi. Xo'p bo'ladi. Bunaqasi bo'lmaydi. Yana qayerda topasiz, o'ylab ko'ring. $200 ga mashinangizga olib qo'ymaysizmi aka? Mana ko'ringchi. Bo'lani 50%. 50% holati. Singan pingan aybi nuqsoni yo'q. Keyingisini qancha berib olamiz bo'lsa? Keyingisini diska balon komplekt $200 qilib beramiz. Buni ham $190 berasizlar, olib ketasizlar. Gap so'z bo'lmaydi. Hop, Nam Sakani orqasidan ko'rib keldim, O'zbek Avton deb aytsangiz bo'ldi. Hop, bu tomonimizda shina balolarimiz ham bor, xohlagan turlingiz bor. Endi hammasini aytgani bo'lmaydi. Mana edi, mana S5 Saka diskamizni shilib qo'yilgani bor. Shunaqa Shilib Cobalt, Spark, Nexia 3 hammasiga promo tushadi. yarashadi. Pulini bitta bo'lmay qilib bering buni ham. Oke, buni sizning nomingizdan kelsa $180 ga qilib beramiz. Shuni mana $180 ga berib o'ramiz. Bo'lani ham deyarli 50% dan oshiq ekan, lekin chiroyli holatdagi ekan. Dovudxonaga olib qo'yamiz. Hop, endi Dovudxonaga xo'sh. Oka, o'zingiz ayting va nomi boshqasini aytamiz. Vossen, Monza diska, Universal, Tracker 2 ni diskasi. Oka, bundoq qilaylik, bular raqamini aytib ketay, pulini unga aytib ketasiz. Birinchisi raddaga, $150. eng tepadagi. $180. Hop, keyingisi eng tepadagi birinchidagi. $150. $150. To'rttasi. To'rttasi. Ha, singan chiqqan boshqa suvat yo'q. Ammo umuman boshqacha neobejniy turganicha. Oke, uni sizning nomingizdan keladigan bo'lsa, bu diska yangi. Sotuvda narxi $300 sotilgan, sizning nomingizdan kelsa $250 ga qilib beramiz. $250 ga to'rttasini. To'rttasini. Bu yerda ma'lumotlarimiz ham bor. Hammasini ko'rsatgan sizlar uchun bo'ladi. Eng tepadagi necha razmer aka? U 20, Malibu 2, Captiva mashinalarga tushadi. Hyundai, Kia ga to'g'ri keladi. Puli sizning nomingizdan kelsa $180 qilib beramiz. $180 ga qilib berishar ekan. Ana oxiri mana ham o'sha 17 S5 o'yinni shilib qo'yilgan. Buni qancha berib yuboramiz? Oke, sizning podpisingizda $130 qilib beramiz. Shuni to'rttasini $130 berib yuboramiz. Bunaqasi bo'lmaydi. Kelish kerak, ko'rish kerak. Bo'lol mana ham bitta pastga oling aka, shuni ko'rsatmaydi u. Bu diskamiz Vossen diska. Aybi nuqsoni yo'q. Lada, Nexia 123, Spark mashinalarga, Cobaltlarga to'g'ri keladi. Bu diskani sotilgan narxi $250-240 sotilgan. Sizning nomingizdan kelsa $220 ga beramiz. Ana $220 ga to'rtta bo'lani bilib ketaverasizlar.